Bugun yana bitta ko'pchilik so'rayotgan sborka yetib keldi. Qanaqa deydigan bo'lsak, prosessorimiz i3 12100F. Unga mos plata esa albatta TG brendidan H, ya'ni H610 platasi hisoblanadi. Plata juda ham yaxshi holatda, prosessorimizda esa yangisi qo'yilgan. Prosessorni sovutib muzlatib oladigan kuller qo'yilgan, ya'ni bashinka kuller Deepcool'dan AG400 deb nomlangan. Ushbu bashinka kullerimiz ham bizda yangisi qo'yilgan. Ana endi tezkor va doimiy xotiralarga to'xtalamiz. Tezkor xotiramiz bizda Crucial brendidan 8 GB dan 2 ta, ya'ni 3200 MHz da ishlovchi DDR4 operativkalar o'rin olgan. Doimiy xotiraga SSD NVMe o'rnatilgan VD, ya'ni Western Digital brendidan SN730 oilasi vakili 256 GB. Va ko'pchilikning eng qiziqtirayotgan joyi bu uni video kartasi bo'lsa kerak. Video karta ham juda yaxshi holatdagisi Zotac brendidan GTX 1660 Super. i3 12-avlod va 1660 Super, ya'ni juda ham bir-biriga mos keladigan juftlik deyishimiz mumkin. Bularni barchasini tok bilan ta'minlash uchun Circle Gaming, ya'ni budjet toifadagi bloklarga qo'yilgan 500 wattli bu sborkaga yetib ortadi. Ko'rib turganimiz chiroyli mini akvarium case esa Azza brendiga tegishli. U 620 deb nomlangan case'ga yig'ilgan, ko'rasida paketlari bilan turibdi. Case'imiz ham yangisiga qo'yilgan, aytgancha bloktanamiz yaxshi holatdagisi. Bu sborka kimlar uchun, nima ish qilsa bo'ladi deganlar uchun kamida kontrni 182 FPS atrofida o'ynamoqchi bo'lganlar, hattoki 4K bitta proxy bilan ikkita kamerani montaj qilmoqchi bo'lganlar bemalol xarid qilishlari mumkin. Men bilgan hozirgi kunda ancha-muncha to'y montaj qiladigan studiyalar ham i3 12-avlod bilan ancha-muncha tadbirli, to'y yoki podkast, ijtimoiy tarmoq videolarini ham mazza qilib montaj qilmoqda. Yoki siz Full HD montaj qilmoqchi bo'lsangiz, 3 ta 4 ta kamerani indamasdan tortib, mazza qilib montaj qilishingiz mumkin. Ushbu sborka orqali to'g'risi i3 12-avlod bu juda ham yaxshi deyishim mumkin. i7, 8 yoki 9-avloddagi sborkani yig'gandan yoki uni kuchaytirgandan ko'ra uni sotib olib, to'g'ridan-to'g'ri mana shunaqangi sborkani xarid qilganinglar o'zingiz uchun ancha yaxshi. Misol uchun keyinchalik i3 i5 qilishingiz mumkin, operativkani 32 qilishingiz mumkin yoki SSDni 512, bir video kartani 2060 Super, hatto 3060 qo'ysanglar ham bu sborka bilan bemalol kelishib ketaveradi. Ana endi ko'pchilik o'ynayotgan va ko'pchilik so'rayotgan o'yin albatta Counter 2 bo'lgani uchun Counter 2dagi test natijalariga navbatni beramiz. Albatta unaqangi qulay narxdagi kompyuterlarni Medium PC, ya'ni Sergey Ekani do'koni orqali xarid qilishingiz mumkin. Do'kon manzili pastda qoldirilgan bo'ladi. Garantiyasi bor albatta. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mavjud sizlar bilan. Shunaqangi keyingi sborkalar, kompyuter haqida videolarda ko'rishguncha. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul, effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.